Yo, what's up guys? Sizlar bor. Bugungi biz serverda o'ynaymiz. Hozir sizlarga ham qanaqa qilib mod qilishni o'rgataman. Unaqa fayl, unaqa narsalar kerak emas. Hozir o'zingizni bering deyapti. Shader modini bering deyapti. Hozir menga yozishyapti. Endi mana bu narsa turibdi-ku. Ruchkani ustiga bosmanglar. Mana shu narsani ustiga bosinglar. Bunday qilib bosasizlar, ruchka kirib ketdi. Xullas, mana shunga bosasizlar, creative'ga bosasizlar va mana bu yerga bossanglar, kimmaydi xohlagan modda qidirish mumkin. Masalan, inglizchani bilsanglar, masalan, o'ynayverasizlar. Masalan, armor deb qidiradigan bo'lsak, mana modim. Mana shuni yuklab olasizlar. Keyin install qilganingizdan keyin mana shunaqa bo'lib qoladi. Keyin play bosasizlar. Men aldagandim, serverda o'ynaymiz bugun. Birato'la o'rgatib o'tayotgandim. Sal kirishi qiyinroq, lekin sekinroq bo'ladi. Ozgina kutasizlar. Tak guys, endi mana bu resurs pakka kirasizlarni, men buni online qilib qo'yasizlar. Men bu xohlasanglar qo'shib qo'yasizlar, xohlamasanglar qo'shmaysizlar. Bu bunaqa narsalarni bezatuvchi narsa. Bezatadigan narsalar bularni. Ko'k, qizilmi ishlaydi. Mana bu yerga kirganingizdan keyin bu IP yo'q. IP ni yozasizlar va shuni bosasizlar. Bilaman, akkauntdan kirdimmi deyman. Daso akkauntdan kiraveribman, bilaman. O'sha boydan kirish kerak edi. Jalla. Serverdan haydalgan, shuning uchun umuman kirib bo'lmaydi, shunaqasiga kirib bo'lmayapti. Xo'sh bolalar, mana kiryapti. Xo'p bo'ldi, demoqchiman. Dir. Tak, bularda o'ynamasam kerak. O'ynayman. Xo'sh bolalar, mana kirib oldim serverga. Endi kuchayishni davom ettiramiz. Nima bo'ldi? Skinlar qani? Men like bo'lgan shekilli. Yoki bug. Yeah. Make kirmayapti hozir. Enerjisini nega ochilmayapti? Artcraft serverga yangi kirdingiz. Enerjist ochish 24 soniyadan keyin mumkin. Ustimdan kulyaptimi bu server? Ochilyapti. O'zimni skinimga aytib oldim. Endi nima qilamiz? Nima qilish kerak? Kastlga uramizda. Hammamiz kastlga uramiz. Tak, bu ikkinchi qism. Ikkinchi mavsumning ikkinchi qismi. Come back guys. Xo'sh, qalin bismillah kiramiz. Hech kim o'ldirmasin deb umid qilamiz. Opara. Hoppa. Generallar ham buni. O'zdan ishlayaptimi? Yo.
Brat juda meni o'ldirmoqchi. Qoch! Dabba, nimaga menga tegasan? Qilib yo'qolganman. Hozir bu bratni yo'g'ramanda ke. Bilasanmi? Men kuchsiz bo'lganingda hammasiga oladi, kuchli bo'lganingda kelmaydi. Voy, cheatermi bu? Baxtga cheater. Sen hech qayerga qocha olmaysan. Chunki meni o'ldirmoqchi bo'lgansan. O'ldirmoqchi bo'lganlarni ahvolini bilasanmi nima? O'lim. Da. Sen meni o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Endi shunaqa bo'ladi. Hamma o'ynashmaylar. Nega jon to'lmaydi hozir shitda? Nega o'ldirdi boz? Obrat nega boz o'ldirdi? Kechadan beri ferma quraman, baza quraman deb qani ham qurmadim. Bizga yaxshi joy kerak-da. Nezir usti quraymikan, deyapman ekan. Ferma qurib bo'lmaydi ayda. Shartimiz 5 kitob turibdi, 300 mingga dipstick turibdi. Festival kirib turibdi. Hech qayerda yo'qda, hech. Bo'lgani bilan ham hozir yoniga borish kerak. Borib, burada chest. Iltimos, birovni olishga ulgurang. Nokas ekan, nokas. Moma, hech kim olishga qo'ymayapti bu. Mayli. Event time deb olamiz. Event time. Mayli, hammaga xayr, sizlar bilan sho'rxo'y bo'ldi. To'g'rini uchirganim yaxshi. Narsa qila olmadim, chunki men PvP'ni yaxshi bilmayman. Men asosan baza qurishni qilgan zo'rman. Agar sizlar ham serverga kirmoqchi bo'lsanglar, IP ekranlarda video ostida. Tilimcha uzun tushaydi. 34 milliardmi? To'xtanglar. 3. Ben bu joyunu çoğunu bir yıllar koruma.